Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar pasport almashtirish kerakmi? Kimlar ID kartaga o'tadi? Kimlar shoshilishi kerak? Kimlar esa ortiqcha xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda keksa ota-onamiz hujjat masalasini o'zlari oxirigacha tushunmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Noto'g'ri ma'lumot eshitib, bekorga sarson bo'lib qoladi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qanday hujjat kerak bo'ladi, qayerga boriladi, qaysi holatda jarima yoki muammo chiqishi mumkin, qaysi holatda esa umuman shoshilmaslik mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchiligimiz oddiy pasport bilan yurardik. Keyin biometrik pasportlar joriy qilingan edi. Ya'ni fuqarolik pasportida chip bo'lmasa ham ma'lumotlar bazada bo'lgan rasm, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili kabi asosiy ma'lumotlar shu pasport orqali tasdiqlanardi. Pensionerlar ham shu pasport bilan pensiya olardi, bankka borardi, shifoxonaga murojaat qilardi, notariusga kirardi, kommunal xizmatlarni rasmiylashtirardi. Endi esa ishga foydalanish uchun ID karta tizimi joriy qilindi. ID karta oddiy plastik karta ko'rinishidagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Uning ichida elektron ma'lumotlar bo'ladi. Bu hujjat kundalik hayotda, davlat xizmatlarida, bankda, poliklinikada, pensiya tizimida, sog'liq va boshqa tashkilotlarda shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek ID karta faqat yoshlar uchun emas, u asta-sekin hamma fuqarolar uchun asosiy ichki hujjatga aylanmoqda. Bu yerda eng katta savol: mening eski pasportim bor, men pensionerman, endi albatta bugunoq ID karta olishim kerakmi? Men shu savolga aniq javob beraman. Agar sizning pasportingiz amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pasport yaroqsiz holga kelmagan bo'lsa, odatda uni belgilangan muddatigacha ishlatishingiz mumkin. Lekin ayrim holatlarda ID kartaga o'tish majburiy yoki juda zarur bo'lib qoladi. Mana shu farqni tushunish eng muhim masala. Oldin fuqaroning asosiy hujjati pasport edi. Pasportga propiska, ya'ni doimiy yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar, oilaviy holat, ayrim hollarda bolalar to'g'risidagi qaydlar kiritilardi. Ko'p pensionerlar shu pasportni yillar davomida ishlatib kelgan. Masalan, 63 yoshli opa bankdan pensiyasini oladi, pasportini ko'rsatadi. Operator ma'lumotlarni tekshiradi va pulni beradi. Yoki 70 yoshli otaxon poliklinikaga boradi. Pasport orqali ro'yxatdan o'tadi. Bunda qog'oz hujjatning o'zi asosiy vosita bo'lgan. Hozir tizim elektronlashyapti. Davlat xizmatlari markazlari, ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, banklar, pensiya jamg'armasi, tibbiyot muassasalari bir-biriga elektron baza orqali bog'lanmoqda. ID karta shu elektron tizimda shaxsni tez va aniq aniqlashga yordam beradi. Masalan, karta orqali sizning JSHSH raqamingiz, tug'ilgan sanangiz, fuqaroligingiz va boshqa asosiy ma'lumotlar bazadan aniqlanadi. Bu o'zgarishning sababi oddiy: hujjatlarni qalbakilashtirishni kamaytirish, navbatlarni qisqartirish, ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishini ta'minlash, odamlarni har bir idoraga qog'oz ko'tarib yurishdan ozod qilish. Lekin amaliy hayotda, ayniqsa pensionerlar uchun bu o'zgarish biroz chalkashlik keltirib chiqaryapti. Kimdir hamma pensionerlar zudlik bilan pasport almashtiradi deydi. Kimdir almashtirmasang pensiya to'xtaydi deb qo'rqitadi. Kimdir esa umuman kerak emas deydi. Men bunday keskin gaplarga ishonmaslikni tavsiya qilaman. Har bir holat alohida ko'riladi. Birinchi navbatda pasportining amal qilish muddati tugayotgan fuqarolar ID karta olishga tayyorlanishi kerak. Masalan, sizning pasportingizda amal qilish muddati 2026 yil mart oyigacha deb yozilgan bo'lsa, shu muddatga yaqinlashganda uni almashtirish uchun murojaat qilasiz. Endi eski turdagi ichki pasport emas, ID karta rasmiylashtiriladi. Bu faqat pensiyalarga emas, barcha fuqarolarga tegishli. Ikkinchi holat, pasport yo'qolgan bo'lsa. Masalan, Olimtaki yoshli otaxon bozorda hujjat solingan sumkasini yo'qotib qo'ydi. Bunday vaziyatda u men eski pasportimning dublikatini olaman deb o'ylamasligi kerak. Hozir amaldagi tartib bo'yicha unga yangi shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta rasmiylashtiriladi. Yo'qotilgan pasport bo'yicha alohida ariza yoziladi, holat tekshiriladi, keyin yangi hujjat beriladi. Uchinchi holat: pasport yaroqsiz bo'lib qolgan bo'lsa. Masalan, pasport suvga tushib ketdi, rasmi xiralashdi, varaqlari yirtilgan, muhrlari ko'rinmaydi, ma'lumotlar o'qilmaydi.
Bunday pasport bilan bankda, notariusda, davlat xizmatlarida muammo chiqadi. Ayrim xodimlar hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun bunday holatda ham ID kartaga o'tish kerak bo'ladi. 4-holat shaxsiy ma'lumotlar o'zgarsa. Masalan, familiya, ism yoki otasining ismi o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana yoki boshqa ma'lumotlarda xatolik aniqlansa, hujjatni yangilash talab qilinadi. Pensionerlarda bu kam uchraydi, lekin uchraydi. Masalan, pensiya hujjatlarida Karimov, pasportda Karimova yoki tug'ilgan sanada bir kun farq bo'lsa, keyinchalik meros, notarius, bank hisob varaqlari, pensiya qayta hisob kitobida muammo bo'lishi mumkin. 5-holat chet elga chiqish bilan bog'liq masalalar. Bu yerda bitta muhim farq bor. ID karta ichki hujjat, ya'ni O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ko'p pensionerlar ID karta olsam, chet elga boramanmi deb so'raydi. Yo'q, ID karta bilan ko'pchilik davlatlarga chiqib bo'lmaydi. Agar siz Rossiyaga, Turkiyaga, Koreyaga, Qozog'istonga yoki boshqa davlatga borishni reja qilsangiz, chiqish pasporti masalasini alohida tekshirasiz. Agar sizning pasportingizning muddati hali bor, hujjat butun rasm aniq, ma'lumotlarda xato yo'q, siz bankda, poliklinikada, pensiya bo'limida hech qanday muammoga duch kelmayotgan bo'lsangiz, odatda zudlik bilan navbatga yugurish shart emas. Lekin men shuni maslahat beraman. Pasportingizni olib, uning amal qilish muddatini bugunoq tekshirib qo'ying. Ko'p odamlar pasport muddatini faqat zarur ish chiqqanda eslaydi. Masalan, notariusda uy-joyni farzand nomiga o'tkazmoqchi bo'ladi. Shunda pasport muddati o'tib ketgani aniqlanadi. Natijada ish bir necha kunga yoki haftaga cho'ziladi. Pensionerlar uchun yana bir nozik jihat bor. Ayrimlar bank kartasini yangilash, pensiya kartasini ochish, omonat olish yoki ishonchnoma berish paytida hujjat talabiga duch keladi. Agar pasportda kichik xato, yirtilish yoki o'qilmaydigan joy bo'lsa, bank xodimi operatsiyani to'xtatishi mumkin. Shuning uchun pasportim bor-ku deb beparvo bo'lmang. Hujjatning faqat borligi emas, yaroqli va o'qiladigan bo'lishi ham muhim. Hayotiy misol keltiraman. 72 yoshli pensioner onaxonning pasporti amalda bor, lekin rasmi juda eski, yuz qiyofasi ancha o'zgargan, pasport varaqlari esa eskirgan. U bankka pensiya kartasini almashtirishga borganda xodim qo'shimcha tekshiruv so'ragan. Onaxon 2 marta qatnagan. Agar u oldindan hujjatini yangilaganda bu sarsonchilik bo'lmas edi. Yana bir misol, 65 yoshli otaxon uyini nevarasiga hadya qilmoqchi bo'lgan. Notarius hujjatlarni ko'rganda pasport muddatiga 10 kun qolganini aytgan. Rasmiy bitim jarayonida hujjat muddati muhim bo'lgani uchun avval ID karta olish tavsiya qilingan. Otaxon mening pasportim hali tugamagan-ku degan. Lekin amalda bitim yakunlanguncha muddat tugashi mumkin edi. Shuning uchun muhim ishlar oldidan pasport muddati kamida bir necha oy borligini tekshirish foydali. Birinchi nozik jihat. ID karta olish pensiya avtomatik to'xtaydi degani emas. Aksincha, yangi hujjat olgandan keyin ma'lumotlaringiz tegishli bazalarda yangilanishi kerak. Lekin amalda bank yoki pensiya tizimida eski pasport ma'lumotlari qolib ketgan bo'lsa, vaqtincha mos kelmaslik chiqishi mumkin. Shuning uchun ID karta olganingizdan so'ng, agar pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, bankingizga ma'lumot yangilanganini bildiring. Zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga ham murojaat qiling. Ikkinchi jihat propiska masalasi. Ko'p pensionerlar ID kartada manzil yozilmasa, men qayerda ro'yxatda turganim qanday bilinadi deb xavotir qiladi. Hozir bu ma'lumotlar elektron bazada yuritiladi. Ya'ni doimiy yashash manzilingiz kartaning o'zida ko'rinmasligi mumkin, lekin tizimda bor. Davlat idoralari buni elektron shaklda tekshiradi. Biroq ayrim joylarda xodimlar eski odat bilan qog'oz ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Bunday holatda davlat xizmatlari orqali yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma olish mumkin bo'ladi. Uchinchi jihat, ism familiyada apostrof, harf yozilishdagi farqlar. Masalan, O'ktam bir joyda Uktam, boshqa joyda Oktam bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. G'ulom, Gulom deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bu kichik ko'ringani bilan bank, meros, kadastr, pensiya, sud, notarius ishlarida katta muammo tug'diradi. ID karta olayotganda ma'lumotlaringizni juda diqqat bilan tekshiring. Xodim kiritayotgan ma'lumotni bo'ldi mayli deb qoldirmang. Chunki keyin bitta harf uchun yana qayta murojaat qilishga to'g'ri keladi. 4-jihat, pensionerning o'zi bora olmasa nima bo'ladi? Keksalar orasida yotib qolganlar, nogironligi bo'lganlar, yurishga qiynaladiganlar bor. Bunday holatda yaqinlari tegishli hududiy bo'lim yoki davlat xizmatlari markazi bilan oldindan bog'lanib,
qanday tartib borligini so'rash kerak. Ayrim xizmatlarda joyiga chiqqan holda rasmiylashtirish yoki alohida yengilliklar bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik emas. Hujjatlar va murojaat asosida ko'riladi. Men har doim maslahat beraman. Avval telefon orqali aniqlashtiring. Keyin keksa odamni ovora qilib olib bormang. 5-jihat. To'lovlar ID karta rasmiylashtirishda davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Miqdorlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun men aniq summani aytib sizni chalg'itmayman. Eng to'g'ri yo'l murojaat qilayotgan kuni davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limidan amaldagi to'lovni so'rang. Ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyoz bo'lishi ehtimoli bor. Lekin buni ham joyda aniqlashtirish kerak. Falonchi bepul olibdi, demak men ham bepul olaman degan gapga ishonmang. Har bir imtiyozning o'z asosi bo'ladi. 6-jihat muddati o'tgan pasport bilan yurish. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, uni vaqtida almashtirish kerak. Chunki muddati o'tgan hujjat bilan bank operatsiyasi, notarial harakat, davlat xizmatlari, ayrim tibbiy va ijtimoiy xizmatlarda muammoga duch kelasiz. Ayrim hollarda ma'muriy javobgarlik masalasi ham chiqishi mumkin. Men pensiyalarga ayniqsa shuni aytaman. Menga hech narsa kerak emas, uyda o'tiraman deb o'ylamang. Bir kuni shifoxona, bank, meros, subsidiya, nafaqa, kommunal yoki kadastr masalasi chiqib qoladi. Shunda hujjat birinchi o'ringa chiqadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam. Pasportingizni qo'lingizga oling va muddatini tekshiring. Amal qilish sanasi qachon tugashini ko'ring. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin 3-6 oy ichida tugasa, ID karta olishga tayyorgarlik ko'ring. Agar hujjat yaroqsiz bo'lsa, muddatini kutib o'tirmang, murojaat qiling. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, fuqarolik ma'lumotlari to'g'ri yozilganmi? Pensiya hujjatlari, bank kartasi. Kadastr yoki boshqa muhim hujjatlarda aynan shunday yozilganmi? Solishtirib chiqing. Agar farq topsangiz, oldindan maslahat oling. Chunki ID karta olish paytida xatoni tuzatish uchun qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta rasmiylashtirish uchun yashash joyingiz bo'yicha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Hududingizda qaysi tartib qulayligini aniqlang. Ba'zi joylarda navbat elektron bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda oldindan yozilish talab qilinadi. Agar imkoningiz bo'lsa, farzandingiz yoki yaqin insoningiz bilan boring. 4-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport, ariza, to'lov kvitansiyasi, ayrim holatlarda tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar yoki boshqa asoslar so'ralishi mumkin. Hamma holatda bir xil ro'yxat bo'lmaydi. Masalan, oddiy muddat tugashi sababli almashtirish bilan yo'qolgan pasportni tiklash tartibi bir xil emas. Shuning uchun borishdan oldin telefon qilib yoki davlat xizmatlari markazidan so'rab, aniq ro'yxatni bilib oling. 5-qadam, arizada ehtiyot bo'ling. Arizaga telefon raqamingizni, yashash manzilingizni, ma'lumotlaringizni to'g'ri yozing. Agar savodxonlik yoki ko'rish bilan qiynalsangiz, xodimdan yoki yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin ariza mazmunini tushunmasdan imzo qo'ymang. Men har doim aytaman, hujjatda imzo qo'yishdan oldin unda nima yozilganini so'rash uyat emas. Bu sizning huquqingiz. 6-qadam, rasmga tushish va biometrik ma'lumotlar. ID karta rasmiylashtirishda suratga olish, barmoq izlari yoki boshqa biometrik ma'lumotlar olinishi mumkin. Pensionerlar bundan qo'rqmasin. Bu jinoyatchi sifatida ro'yxatga olish emas, balki shaxsni aniq tasdiqlash uchun qilinadigan odatiy jarayon. Masalan, keyinchalik kimdir sizning nomingizdan hujjat olishga urinmasligi uchun biometrik ma'lumotlar himoya vazifasini bajaradi. 7-qadam, tayyor bo'lgach kartani tekshirib oling. ID kartani qo'lga olganingizda uni darrov sumkaga solib ketmang. Familiya, ism, tug'ilgan sana, hujjat raqami, amal qilish muddati to'g'ri ekanini tekshiring. Agar xato ko'rsangiz shu joyning o'zida ayting. Keyinroq xato aniqlansa yana kelishga, yana ariza berishga to'g'ri keladi. 8-qadam, bank va pensiya ma'lumotlarini yangilang. Agar siz pensiyani plastik karta orqali olsangiz, bankka borib yangi ID karta ma'lumotlaringizni bazaga kiritishlarini so'rang. Ba'zi banklar buni o'z tizimida avtomatik ko'rishi mumkin. Lekin men baribir tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Agar pensiya bilan bog'liq xabarlar, SMS karta muddati, hisob raqam masalasi bo'lsa,
Hammasini bir yo'la aniqlashtirib oling. 9-qadam hujjat nusxalarini tartibga soling. ID karta nusxasi, eski pasport bo'yicha kerakli ma'lumotlar, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumotlar, bank kartasi shartnomasi, kadastr hujjatlari, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlarni bitta papkaga joylab qo'ying. Bu ayniqsa keksalar uchun juda muhim. Ertaga notariusga, shifoxonaga yoki davlat idorasiga borilganda farzandlari hujjat qayerda deb izlab yurmaydi. 10-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga navbatsiz ID karta olib beraman. Pasport almashtirmasang pensiyang to'xtaydi. Menga pul ber. Uyingga kelib hujjat qilib beraman degan notanish odamlarga ishonmang. Rasmiy to'lov faqat belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Hujjatni faqat vakolatli davlat organi rasmiylashtiradi. Keksa insonlar ko'pincha qo'rqitish orqali aldovga tushib qoladi. Agar shubhali holat bo'lsa, farzandingizga, mahalla mas'uliga yoki rasmiy idoraga murojaat qiling. Men pensionerlarga alohida shuni maslahat beraman. Hujjat masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Sog'liq, ob-havo, navbat, transport, pul to'lovi, kerakli qo'shimcha hujjat topilishi kabi omillar bor. Bugun oson ko'rgan ish ertaga 3-4 kunlik ovora bo'lishi mumkin. Masalan, qishda 75 yoshli otaxon pasport muddati tugaganini bilib qoladi. U tuman markaziga borishi kerak. Lekin yo'l uzoq, havo sovuq, navbat bor. Agar u yozda yoki kuzda oldindan tekshirganda salomatligiga ham, vaqtiga ham yengil bo'lardi. Yoki farzandlari boshqa viloyatda yashaydigan onaxon bor. Unga hujjat to'ldirish qiyin. Agar bolalar oldindan kelib, hujjatlarni tartibga solib bersa, onaxon yolg'iz sarson bo'lmaydi. Yana bir maslahat, agar sizda meros, uy-joy, yer, bank omonati, qarindoshga ishonchnoma berish, chet eldagi farzandga borish kabi reja bo'lsa, avvalo shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tekshiring. Chunki bunday ishlarning hammasida hujjat birinchi bosqichda talab qilinadi. Hujjatda muammo bo'lsa, qolgan barcha ish to'xtab turadi. Ko'pchilik ID karta olsam, eski pasportimdagi ma'lumotlar yo'qolib ketmaydimi deb so'raydi. Yo'q, asosiy ma'lumotlar davlat bazasida saqlanadi. Lekin eski pasportdagi ayrim muhrlar yoki qaydlar sizga kelajakda kerak bo'lishi mumkin bo'lsa, ularning nusxasini olib qo'yish foydali. Masalan, nikoh, familiya o'zgarishi, eski yashash joyi, chet elga chiqish bilan bog'liq eski qaydlar ayrim huquqiy masalalarda yordam berishi mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensionerlarning hammasi bir kunda pasportni almashtirish shart degan vahimali gaplarga ishonmang. Lekin pasport muddati tugagan, yaroqsiz holga kelgan, yo'q qolgan, ma'lumotlarda xato bor yoki muhim huquqiy ishlar rejalashtirilgan bo'lsa, ID karta olish masalasini kechiktirmang. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat bo'lib, u bank, pensiya, tibbiyot, notarius va davlat xizmatlarida kerak bo'ladi. Men sizga tavsiya qiladigan eng asosiy ish. Bugun uyda pasportingizni tekshiring. Muddatiga qarang, ma'lumotlarni solishtiring, hujjat holatini ko'ring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Bitta e'tibor keyinchalik katta sarsonchilikning oldini oladi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pasport muddati qachon tugaydi? Qanday muammo bor? Qaysi holat sizga tushunarsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki to'g'ri va o'z vaqtida olingan ma'lumot odamni navbatdan, jarimadan, asabiylashishdan va ortiqcha xarajatlardan saqlaydi.